Assalomu alaykum qalb go'zallarim. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan ajoyib, juda ham foydali, to'g'ri taomlanadigan, ovqatlanadigan ayollar hamma uchun chiroyli shirinlik tayyorlaymiz. Ko'rayotganingizdek, mana shunaqa 4 ta bo'li oddiy guruchli parhezbob nondan olamiz. Albatta Toshkentda yashaydigan bo'lsangiz, bemalol korzinka degan do'konlardan olishingiz mumkin. Men shunaqa nondan iste'mol qilib turaman, o'zimning sog'lig'imga ahamiyat beraman juda ham. Mana shuni oddiy 4 tasini oldim. Buni nomini topa olmadim nima deb atalishini. Va mana oddiy blenderda maydalab oldim. Bu nonni guruchligi bor, bug'doyligi bor, makka jo'xorligi bor. Xohlaganingizdan tayyorlashingiz mumkin. Ana endi bitta ko'rayotganingizdek bananni maydalab solamiz. Uni ham blenderdan yaxshilab maydalab o'tkazamiz. Hamma mahsulotlarni solib olamiz avvalambor. 20 gram kakao soldim. Aytganimdek hamma mahsulotlarni opisaniyada yozib qoldiraman qanchaligini. Mana rus tilida ham yozib olman. Qalbi go'zallarim, albatta sizlarga maslahatim bor edi. Har doim yeyotgan taomimizni, nima yeyotganimizni, qanaqa kaloriyasi bor, ko'pmi kammi shunga qarab ahamiyat berishimiz kerak. Shuning uchun kelajakda inshaalloh shu kanalimga o'zimdan taomlarimga ahamiyat berib ovqat yeganimda o'zimga pishirgan shunaqa shirinliklar bo'ladimi, ovqatlar bo'ladimi? Sizlarga ham ilinib, yaxshi chiqsa tayyorlasam, ya'ni qo'limdan kelsa shularni kanalimga joylab bormoqchiman. Albatta sizlar ham buni ko'rib, tayyorlab sog'lom turmush tarziga ahamiyat berishingizni xohlamayman. Albatta farzandlarimga, jigarlarimga, tanishlarimga. Mana shu jarayon davom etyapti. Ozgina qiyin bo'luvdi, chiqarish sekin to'xtatib qo'shuvdi, sekin yana mahsulotni yoyib yubordim. Mana endi yana blender qilib oldik. Yaxshilab maydalab olamiz. Qo'limizni ho'llagan, namlagan holatda shakl beramiz. Albatta xohlagan shaklida shakl berishingiz mumkin. Xohlasangiz dumaloq qilib, xohlasangiz uzunchoqroq qilib, men shunaqa shaklda shakl berdim. Butun oila a'zolarimizga juda ham yoqadi, tayyorlab ko'ringlar. Tayyorlaganda farzandlarim o'zi 5 dona chiqdi. Farzandlarim talashib tortishib yeb qo'yishdi. Maydalab berdim. Albatta sizlarga tavsiya qilib ko'raman, tavsiya qilaman. Chiroyli qilib shakl beramiz. Videoni keskanim yo'q, ozgina tezlashtirdim. Chunki bu jarayon juda ham qiziq. Aytganimdek, o'zimizda taomlarimizga ahamiyat berib yemasak, yoshimiz 40 dan 45 dan oshgandan keyin ozgina qon aylanishi, ya'ni qon quyuqlashadi, qon aylanishi qiyinlashib qoladi va ortiqcha vazn ham odamni ko'p kasalliklarga olib boradi, bilasizlar. Ana endi 5 ta chiqdi, tayyorlab oldim. Shunaqa shakarsiz, ya'ni magazinlarda bor qora shokolad, bilasizlar. Shundan 60 gram olib maydaladim. Mikrovalnovkaga qo'ygan edim. Mikrovalnovka sal yaxshi eritib bermadi. Shuning uchun mana shunaqa issiq qaynoq suv solib shunda yerida qoldim. Idishim oynali bo'lgani uchun sinib qolmasin deb asrab sekin soldim. Albatta shokoladni aralashtirib turamiz. Yaxshilab erish uchun ozgina mana ko'rasizlar, hozir o'simlik yog'idan ham qo'shaman. Tezroq suyuladi. Aralashtirib turib, mana shu tayyorlagan 5 dona mazali desertimizni, ya'ni foydali bo'lgan desertimizni shunga bulg'alab olamiz. Aziz obunachalarim, mehmonlarim, kanalimga tashrif buyurganingiz uchun juda ham katta rahmat aytaman sizlarga. Shuncha YouTube'da kanali ko'p, desertli ko'p, shu desertimni qanaqa desert ekan bu, shirinlik deb kirganingiz uchun katta rahmat. Albatta kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Yoqqan bo'lsa, yoqqan belgisini ham qo'yinglar va kanalimni bir ko'rsanglar, yana foydali, yaxshi retseptlarni joylab boryapman. Sizlarga yoqsa juda ham xursand bo'laman. Albatta bu retseptlarni foydalanib pishirganingizda agar foyda ko'rsanglar, duoingizda bitta eslab qo'yinglar. Sekin-asta mana shunaqa qilib shokoladga bulg'alab olamiz. Albatta aytganimdek, bu non mahsulotini O'zbekistonda, Toshkentda yashasanglar, korzinkadan olishingiz mumkin. Balkim boshqa do'konlardan ham topsanglar bo'ladi. Men o'zim korzinkadan sotib olib, oddiy taomlarimga non sifatida qo'shib yeyman. Va shu desertni internetda yaxshi bir rus kanalidan ko'rib qolgan edim. Shuni tayyorlab farzandlarimga, oilamga yedirdim.
berdim, ya'ni sizlarga ham shuni ilinib video holatda qilib qo'yib qo'yganman. Juda bir ko'p vaqt sarf bo'ladi demayli. O'zim juda ham kam tayyorlaganimga 5 dona chiqqaniga ozgina nima deydi, kamroq tayyorlab qo'ymadim, chunki bolalardan oilam a'zolari juda ham yoqqan uchun bolalardan ham qolmadi. Shuning uchun sizlarga ko'proq tayyorlashni maslahat beraman. Ana endi shokoladlarni hammasini bog'lab olamiz va morozilkaga qo'yib qo'ydim. Bir 10 minut, 15 minutga. Men ozgina bitta xato qilmanki, shu qo'yayotganimda shu tarelkamga oddiy pishiriq qog'ozini qo'yib, keyin shokoladlarni joylasam bo'lar ekan, shirinlikni. Chunki ozgina tarelkamga yopishib qoldi. Sekin-asta pichoq bilan ozgina ko'chirib oldim. Uncha qiyin bo'lmadi, lekin men sizlarga shuni tavsiya qilaman. Mana shu qo'yayotganingizda qog'oz qo'yinglar va xolodilnikka qo'ydik 15-20 daqiqaga shokolad qotib olish uchun. Mana aziz obunachilarim, mehmonlarim, mazali, tanamizga foyda bo'ladigan PP desert tayyor. Ya'ni PP degani bu to'g'ri ovqatlanish, bilasizlar. Albatta tayyorlab ko'ringlar, oila a'zolaringizga, farzandingizga ilinib qilib beringlar, o'zingizlar ham iste'mol qilinglar. Va kanalimdagi bir retseptlarni ko'rib o'qinglar. Sizlarga yoqsa juda ham xursand bo'laman. Kanalimga a'zo bo'lmagan bo'lsanglar, a'zo bo'linglar. Bundan buyog'iga to'g'ri ovqatlanish, salatlari, pishiriqlari, shunaqa shirinliklardan joylab boraman inshaalloh, Alloh qodir qilgancha. Albatta bu shirinliklarimizni hammasi kuch-quvvatlari, ya'ni ilm va ibodatga bo'lsin. Mana ichlarini ko'ryapsizlar, juda ham yumshoqqina, odamni og'zida banan mazasi ham keladi, shokolad mazasi ham keladi, bir antiqa. Albatta tayyorlab ko'rib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Mana bolajonlarimdan talasham bo'lib ketdi bu shirinlik. Albatta yana tanagaga joylab, videolarga olib, keyin qo'llariga berdim yeyish uchun. Albatta tayyorlab ko'ring, juda ham xursand bo'laman. Fikringizni qoldiringlar va do'stlaringizga ham jo'natinglar. Allohga omonat bo'linglar, rahmat.